yeb qolinglar, olib qolinglar, Rexus noridan yeb qolinglar. Bizning noralarimizdan bitta yeb ko'ring, mazasi og'zingizda qoladi. Xamirlari go'sht pishgan bulyonlarga pishiriladi. To'rashimizga baho bering. Bizda ot go'shili, mol go'shili, ot va mol go'sht aralash mix norinlarimiz bor. Mesni ot mol go'shtidan tayyorlaymiz. Har kuni sveji to'raymiz. Agar uyda go'shtni o'zim pishirib, menga faqat xamirni o'zi kerak deydigan mijozlarimiz uchun bizda to'ralmagan va to'ralgan xamirlarimiz bor. To'ralmagan xamirimiz 30 ming so'm, to'ralgani 40 ming so'm. O'zimiz kokildek qilib, chiroyli qilib to'rab beramiz. Tayyor norin olmoqchi bo'lganlarga ot go'shtli norinimiz 123 ming, mix norinimiz 125 ming, mol go'shtli norinimiz 128 ming. Tog'alarga ham chiroyli qilib yasatib, bezatib beramiz. Rexus norinlarini yemabsiz, bu dunyoga kelmabsiz. Biza har kuni soat 8:00 dan 23:00 gacha ishlaymiz. Shaharda 3 ta filiallarimiz bor. Algoritmda, Malikada va Shahristonda. 31 dekabr va 1 yanvar kunlari ham sizlar uchun ishlaymiz.